Assalomu alaykum, hurmatli matematika darslari kanali kuzatuvchilari, kursimiz qatnashchilari. Bugun sizlar bilan milliy sertifikat original savollar bazasining 38-savollarini yechimlarini birgalikda ko'rib ketamiz. Birinchi savolda aytibdi, f(x) va g(x) funksiyalarining grafiklari berilgan ekan. Mana shulardan f(dan hosila ekani va pastdagi qiymatlarni topishimiz kerak ekan. Bu yerda g(x)imiz chiziqli funksiya ekan. Ya'ni g(x) ko'rinishi kx plyusdan b ekan. To'g'rimi? Xo'p, bu 0,6 hamda nechalardan o'tyapti? 6,0 nuqtalardan o'tadigan bo'lsa, g(x) funksiyaning ko'rinishi minusdan x qo'shilgan 6 ga teng bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, bizdan endi f(dan hosila 2 ni so'rayapti. Qarang, f(x) funksiyamiz bizda kvadrat funksiyami. Bu degani 2 degani x nolimiz bu yerda 2 ga tengmi? Yani f(x) funksiyaning 2 nuqtasiga o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyentini so'rayapti. Savol. Ya'ni f(dan hosila x0 so'rayapti. f(dan hosila x0 nimaga teng? K ga tengmi? Ya'ni urinmaning burchak koeffitsiyentiga. Urinmaning burchak koeffitsiyenti bizda nimaga teng? Minusdan 1 ga tengmi kamiz? Demak, necha ekan? Minusdan 1 ga teng bo'ladi ekan javobimiz. Endi biz f(x) funksiyani nima qilishimiz kerak? Yasab olishimiz kerak. f(x) funksiyani yasaymiz. f(x) funksiyaning ko'rinishini biz ax kvadrat plus bx plusdan s deydigan bo'lsak, bu yerda abslarni topish kerak. Abslarni topish uchun nuqtalar berilyapti. Aytayapti. -2 0 nuqtadan, hop 0,4 nuqtadan hamda necha 2u necha nuqtadan o'tganligini topish uchun qaraymiz. z2 ni topib olamiz. z2 ni topadigan bo'lsak -2 qo'shilgan 6 4 bo'lyapti. Demak 2u necha bu? 4 nuqtadan o'tadi ekan. Tushunarli bo'ldimi? Endi hop, mana shu nuqtalardan o'tuvchi kvadrat funksiyani yasaymiz. Demak 0,4 degani bu degani s'imiz nechaga teng degani? 4 gami? S 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, endi biz a bilan b ni topsak bo'ladi. Buning uchun -2 0 nuqtalarni qo'yamiz. X o'rniga -2 ni qo'yganda y 0 chiqar ekan. 0 teng. X o'rniga -2 ni qo'yganda bu 4a. Hop, minusdan 2b qo'shilgan 4 bo'ladimi? To'g'rimi? Va 2 da 4 chiqar ekan. 4 teng 2 ni qo'yganimizda 4a plus 2b qo'shilgan 4 bo'lyaptimi? Sistema qilamizda bitta qo'shib oladigan bo'lsak, 8a teng -4 ga a'miz nechiga teng bo'lyapti shu yerda? -1 taqsim 2 gami? Ana o'rniga -1 taqsim 2 ni qo'yib buni topadigan bo'lsak, bimiz teng bo'ladi 2 ga. Tushunarli bo'ldimi? Bimiz 1 ga teng bo'lar ekan. 2 b chunki. Hop, endi demak funksiyaning ko'rinishi kelib chiqdi. Funksiyaning ko'rinishi -1 taqsim 2x kvadrati plyusdan x qo'shilgan 4 ga teng bo'lyaptimi? Endi bitta hosila olamiz. f(x) funksiyadan. Hoslab qo'yadigan bo'lsak, bu -x qo'shilgan necha? 1 bo'lyapti. Birinchi navbatda f(dan hosila 1 taqsim a ni topaman. Bu degani a'miz -1 taqsim 2 ga tengmi? 1 taqsim a'miz demak -2 ga teng ekan. X o'rniga -2 ni qo'yib hisoblaymiz. Bundan natijamiz necha? 3 chiqyapti. Endi f(dan hosila 1 taqsim b ni topaman. Teng. f(dan hosila bimiz 1 midi? 1 taqsim bimiz 1 ga teng bo'ladi, baribir teng. Buni qo'yib hisoblasak bu 0 chiqar ekan. Endi f(dan hosila 1 taqsim s ni topaman. Teng. Xo'p, bu degani f(dan hosila s'imiz 4 midi? X ni o'rniga 4 qo'ysak, 1 taqsim 4 ni qo'yib hisoblaymiz. Bu -1 taqsim 4 qo'shilgan 1 bo'ladida 3 taqsim 4 ga teng bo'ladi ekan. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi bizda aytayapti, bda f(dan hosila 1 taqsim a -5 f(dan hosila 1 taqsim b plus 2 f(dan hosila 1 taqsim
S nimaga teng deyapti. Teng. F-dan hosil 1 taqsimimiz 3 chiqdimi? Minus 5 ko'paytirilgan F-dan hosil 1 taqsimimiz 0 chiqdimi? Plus 2 ko'paytirilgan F-dan hosil 1 taqsimimiz ne chiqdi? 3 taqsim 4 chiqdi. Shuni hisoblaymiz endi. Demak, bu 3 ayrilgan, qo'shilgan 3 taqsim 2. Natijamiz 9 taqsim 2 ga teng bo'ladi ekan. Demak, A javobga minus bo'lar ekan, B javobi 9 taqsim 2 ga teng bo'ladi ekan. Xo'p, ikkinchi misolimiz. Bu yerda f y teng z(x) funksiya grafigi parabola bo'lib, nuqtalardan o'tish ma'lum. Funksiya grafigining x0 teng minus 2 nuqtasiga o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyentini toping, funksiya statsionar nuqtalari yig'indisini toping. Demak, mana bu narsamiz z(x) funksiyasining hosilasining grafigi ekan. Bu hosilasining grafigi parabola ekan. Parabolaning ko'rinishini ax kvadrat plus bx plus c deb qo'yaylik. To'g'rimi? Bu yerdan abslar topamiz. Abslar topish uchun mana bu nuqtalardan foydalanamiz. 2 da 7 chiqar ekan. 7 teng 2 ni qo'yganda 4a plus 2b plus c mi? 4 da 3 chiqar ekan. 3 teng 4 ni qo'yganimizda 16a plus 4b plus c. 6 da minus 9 chiqar ekan. Minusdan 9 teng 6 da, to'g'rimi? 36a plusdan 6b plusdan c. Mana shu sistemani ishlaymiz endi. Xo'p, bu ikkalasini ayirib oladigan bo'lsak, 4 teng yoki pastdan tepani ayiraylik, minusdan 4 teng. Xo'p, 12a plus 2b bo'lyaptimi? Bu ikkalasini ayirib oladigan bo'lsak, pastdan tepani minus 12 teng 20a plus 2b bo'lyapti. Xo'p, endi bularni ayirib oladigan bo'lsak, minusdan 8 teng bo'lyapti. 8a gami? Demak, amiz ne chiqar ekan? Minusdan 1 ga teng chiqar ekan. Amiz minusdan 1. Endi xo'p, ani o'rniga minus 1 ni qo'yib buni topsak bo'ladi. Demak, b-miz teng ekan. Minus 1 bo'lsa 8 taqsim 2 4 chiqadi b-miz. Endi biz a b ni o'rniga qo'yib c ni topamiz. 7 teng minusdan 4 plus 8 plusdan c. C teng ekan 3 ga. Demak, funksiyaning ko'rinishini biz topib oldik. Ya'ni funksiyaning ko'rinishi z(x) teng hosilasining ko'rinishi minusdan x kvadrat plusdan 4x qo'shilgan 3 ekan. Endi aytyapti, mana bu z(x) funksiyaning x0 nuqtasiga o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyentini so'rayapti. Ya'ni z dan hosila x0 nimaga teng deydi-da. Bu kamiz teng z dan hosila x0. O'zi hosila qo'yganimiz mana shu narsa. Shuni o'rniga biz x0'imiz minus 2 ni olib qo'yganimizda chiqaveradimi? Bo'ldi, minusdan 4 ayrilgan 8 qo'shilgan 3. Natijamiz minus 9 ga teng ekan. To'g'rimi? Xo'p, demak, A ni javobi minusdan necha? 9 chiqdi. Endi B ni o'tamiz. B ga. Funksiya statsionar nuqtalarni toping. Funksiyaning, ya'ni z(x) funksiyaning statsionar nuqtalarini topish uchun statsionar berilgan funksiyadan hosil olib 0 ga tenglab x1x2lar topishimiz kerak. O'sha statsionar nuqtalar bo'ladi. Demak, o'zimizda hosilasi bor. Hosilasi minusdan x kvadrat plusdan 4x plus 3. O'shani 0 ga tenglab x1x2larda yig'indisini toping debdi ekan. x1 qo'shilgan x2 ni toping debdi ekan. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Endi bu yerdagi x1 x2 ning yig'indisi nimaga teng? V terimasidan x1 plus x2 ning yig'indisi 4 ga teng bo'ladi ekan javobimiz. Tamam. Javob B da 4 ekan.
Xo'p, endi 3-misolimizda aytyapti. f at g(x) funksiyamiz berilgan bo'lsa, f at x ning aniqlanish sohasini toping, f at x ning qiymatlar sohasini toping debdi. Yaxshi. Demak, f at g(x), ya'ni f at 2x plus 1imiz bizda ildizosti 1 minus x kvadrat taqsim 2 ga tengmi? Biz f at x funksiyani topib olamiz. Buning uchun f at t deb yozib qo'yay, f at t ni topaylik. Buning uchun 2x plus 1 ni t ga tenglayman va x topaman. X imiz t minus 1 taqsim 2 ga tengmi? Ketdi. F at x imiz teng, x joyiga biz t minus 1 taqsim 2 ni qo'yamiz. Ildizosti 1 minus t minus 1 taqsim 2 ning kvadrati ekan. Taqsim 2 bo'lyaptimi? Buni soddalashtiramiz biroz. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, nima bo'ladi shunda? 1 minus t ni joyiga endi x qo'yib yuboraylik mana shu joyda. Xo'p, x kvadrat minus 2x qo'shilgan 1 taqsim 4 ga teng bo'ladimi? Taqsim 2 ekan. Xo'p, umumiy maxraj 4 berib yuboradigan bo'lsak, bu 4 ayrilgan qavs ichida x minus 1 ning kvadrati taqsim necha 4 ga teng bo'ladimi? Ya'ni funksiyani ko'rinishini bularga katta qilib yozib qo'ying. 4 minus x minus 1 ning kvadrati taqsim 4 ga teng bo'lyapti bu. Endi shuning aniqlanish sohasini so'rayapti. Javobda aniqlanish soha. Aniqlanish soha ildzdagi, ya'ni 4 minus qavs ichida x minus 1 ning kvadrati 0 dan kattaroq teng bo'lishi kerak. Shundan foydalanib ishlaymiz. Bir marta musbat, bir marta manfiy deb yozsa, kvadratlar ayirmasi bo'yicha 2 minus x minus 1 2 plus x minusdan 1 ga yoyiladimi? Xo'p, minus 1 ga ko'paytirib yuborsak, minus x minus 1 bunisicha x plus 1 ga yoyilar ekan. Adashmadikmi? Bu minus yozgandan bu plus bo'lish kerak, adashmasam. X minus 3 va x plusdan necha 1 ga yoyilyapti. Ichki yoki teng 0 bo'lyapti va minus 1 ga ko'paytiryapman birinchi qavs. Demak, aniqlanish sohasi kelib chiqdi. Bu nuqtalarimiz minus 1 va 3 kelasi yechimga kiradi. Musbat, manfiy, musbat. Demak, aniqlanish sohasi minus 1 dan necha 3 gacha ekan. Yaxshi. Endi birniki. Bada aytyapti, shu funksiyaning qiymatlar sohasini so'rayapti. Demak, buni qiymatlar sohasi. Xo'p, demak, bu qiymatlar sohasi eng kichik qiymati 0 ga erishar ekan. Ya'ni x ta o'rniga nechini qo'yganimizda, 3 ni qo'yganimizda 0 bo'ladi. Undan kichkina qiymat qabul qilmaydi. Ya'ni chunki ildizdan manfiy chiqishi mumkin emas-da. Demak, eng kichik qiymat 0. Eng katta qiymatni topishimiz uchun mana buyimiz 0 ga teng bo'lishi kerak-da. Shunda 4 dan ayirganimizda katta qiymat chiqadi. Tushunarli? 0 ga teng bo'lgandan keyin yani x ta o'rniga necha 3 ni qo'yganimizda hop 0 chiqadi. Va eng katta qiymatga erishadi. Ildizosti 4 minusdan yo'q. X o'rnidan 1 ni qo'yganimizda eng katta qiymatga erishadi. 1 ni qo'yganimizda 4 minusdan 0 taqsim 4. Natijamiz 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi ekan. Tushunarli bo'ldimi? Demak, ana aniqlanish sohasi minus 1 3 oraliq ekan. F at b-da f at x ning qiymatlar sohasi 0 1 taqsim 2 ekan. Xo'p, endi 4-misolimizda aytyapti f at g at 1 va
jet 2larni so'rayapti. Nechaga tengligini. Buning uchun birinchi navbatda biz jet x funksiyasini topib olishimiz kerak. 2 jet x plus 3 jet 2 taqsim x teng ekan nimaga? X kam. Endi x ni joyiga x taqsim 2 ni qo'yamiz. Yo'q. 2 taqsim x. 2 taqsim x qo'yganimizda bu 2 jet 2 taqsim x. Bundan ham oson yo'li bor ekan. Jet x tafosiga bo'la hozirgi ketayotgan usulimizda x o'rniga birinchi 1 qo'yib yuboray. 1 qo'yganimizda bu 2 jet 1 plus 3 jet 2 bo'ladi. Teng ekan nechiga? 1 gami. Endi x o'rniga 2 ni qo'yaman. 2 jet 2 plus 3 jet 1 teng ekan nechiga? 2 ga. Bu sistemadan jet 1 va jet 2 larni topib qo'yamiz. Xo'p, jet 1 topish uchun mana buni 3 ga ko'paytiray, bunisini esa 2 ga ko'paytirib olaylik. 6 jet 1 plus 9 jet 2 teng 3 mi? Pastdagini 2 ga ko'paytirib oladigan bo'lsak, 4 jet 2 plus 6 jet 1 teng ekan 4 ga. Sistema ayirib olamiz. Ayirib oladigan bo'lsak, 5 jet 2 miz 1 bo'lyapti. Jet 2 miz 1 taqsim 5 ekan. Uji chiqdi b ga 1 taqsim 5. Endi jet 2 ni joyiga 1 taqsim 5 ni qo'yamizda jet 1 topamiz. 2 jet 1 plus 3 taqsim 5 teng 1 ga. Jet 1imiz 1 taqsim necha? 5 ga teng bo'ladi ekan bu. Bu ham 1 taqsim 5 ekan. Endi oson ekan 4-inchisi. 5-inchisi f at x imiz f at x va jet x funksiyalari berilgan. F at x ning qiymatlar sohasiga tegishli eng kichik butun qiymatini toping debdi. Yaxshi. Demak, f at x minus 2 birinchi navbatda jet x funksiyani o'zini topib olaylik. Bizga jet x minus 1 funksiya berilyapti ekan. Uning ko'rinishi x kvadrat minus 7x ekan. Xo'p, jet x funksiyani topishimiz uchun biz x ga nechini qo'yishimiz kerak? X plus 1 ni qo'yishimiz kerak. To'g'rimi? X ga x plus 1 ni qo'yishimiz kerak. Demak, jet x teng bo'ladi shunda. Ketdi. X plus 1 ning kvadrati minus 7 qavsida x plus 1 ekan. Xo'p, buni yoyib oladigan bo'lsak, nima bo'ladi shunda? X kvadrat plus 2x plus 1 minus 7x minus 7. Ko'rinishi x kvadrat minus 5x minusdan 6 ga teng bo'ladi. Xo'p, bizda endi f at x funksiyamiz, ya'ni f at x minus 2 funksiyani ko'rinishi x minus 1 ko'paytirilgan jet x midi? Ya'ni x kvadrat minus 5x ayrilgan necha? 6 edi, to'g'rimi? Xo'p. F at x ni topib olamiz. Demak, f at x topish uchun biz x o'rniga x plus 2 ni qo'yishimiz kerak. Ketdi. F at x teng x plus 2 ni qo'yaman. X plus 2 ayrilgan 1. X plus 2 ning kvadrati minus 5 qavsida x plus 2 ayrilgan 6 ekan. Biroz soddalashtirib qo'yaylik shu narsani.
x plus 1 bo'lyapti. Qavs ochsak x kvadrat plus 4x plus 4 minus 5x minus 10 ayrilgan 6. X plus 1 x kvadrat minus 2 plusdan yo'q minusdan 12 bo'lyapti ekan. f(x) chiqdi. g(x) funksiya ham bor. Bizga aytyapti g(x) ning qiymatlar sohasiga tegishli eng kichik butun yechimini toping. Yaxshi. g(x) funksiyani yozib qo'yib, nima edi? x kvadrat minus 5x minus 6. X kvadrat minus 5x minus 6. Buni qiymatlar sohasi endi nimadan nimagacha bo'ladi? Y0 dan cheksizgacha bo'ladi-da. Y0 topamiz. Y0'imiz 4ac minus b kvadratmidi? 4ac minus b kvadrat taqsim 4a. Minus 24, 25, minus 49 taqsim 4 ekan. Demak, buni qiymatlar sohasi minus 49 taqsim 4 dan cheksizlikgacha bo'lyapti. Xo'p, ana aytyapti eng kichik butun yechimini toping deb shular ichida. Demak, bular ichida eng kichkina butun yechimimiz nechaga teng bo'ladi? Minus 12 dan katta bo'lgan, 12 butun nechidandir katta bo'lgan son bu minusdan 12 ga teng bo'ladi. Xo'p, b-da f(x) minusdan g(x) teng minus 14 tenglamaning haqiqiy ildizlari yig'indisini so'rayapti. f(x) minusdan g(x) teng minusdan 14 tenglamaning haqiqiy ildizlari yig'indisini topamiz. f(x) yozaman bu yerga. Birinchi f(x)imiz x plus 1 hamda x kvadrat minus x minus 12 ayrilgan g(x)imiz nimaga teng? X kvadrat minus 5x minusdan 6 ekan. Shu teng ekan minusdan 14 kam. Endi shu tenglamani ishlaymiz. Maqsad chiqish kerakmi deyman. Ko'paytiruvchiga ajratsaga foydasi yo'q, chunki bu yoq nol emas-da. Maqsad chiqamiz. Ketdi. X kubi minusdan x kvadrati minus 12x plus x kvadrat minus x minus 12 ayrilgan x kvadrat plus 5x plus 6 teng ekan minus 14 gam. Demak, bu x kubi minusdan x ning kvadrati to'g'rimi? Ular ketdi. Minus 13x plus 5x bo'lgandan keyin minusdan 8x bo'ladi. Minusdan 6. Endi 14 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak 8 qo'shilgan 8. Teng nol. Ana endi ko'paytiruvchiga ajratsak bo'ladi, bemalol. X kvadrat chiqarsak x minus 1. Minus 8 chiqarsak x minus 1. Umumiy ko'paytiruvchi bu yerda x minus 1 chiqarganimizda qolgan tashqarida x kvadrat ayrilgan 8 teng nol bo'ladi. Alohida nolga tenglasak birinchisidan 1 chiqadi, keyingisida plus minus ildizosida 2 ildizosida 2 chiqadi. Bizga aytayapti ildizlarning yig'indisini so'rayapti. Masalada, demak ildizlar yig'indisi. Ildizlar yig'indisi 1, mana 2 ni qo'shganda 0 bo'ladi. Natijamiz 1 ga teng bo'ladi ekan. Tushunarli? Minus 12 ga 1. Minus 12 ga 1 ekan. Xo'p, 6-misol. f(x) funksiya nuqtalarda o'tkazilgan urinmalar parallel bo'lsa, f(1) ni hisoblang. Va teng 2 bo'lsa, f(dan hosil 1 ni hisoblang deyapti. Demak, shu nuqtalarda o'tkazilgan urinmalarimiz nima ekan? Parallel ekan. Bu degani burchak koeffitsentlari teng degani. Ya'ni f(dan hosila a bilan f(dan hosila b)miz nechaga teng ekan? 1 ga teng ekan. Bizdan so'rayapti f(1) nimaga teng deyapti.
Xo'p, demak bu holatda nima qilsak bo'ladi? Ikkovini tenglaymizda, fasl olamiz. 3x kvadratni plyusdan a. To'g'rimi? Xoslasi, bundan olganda f at x funksiyani xoslasi mana shu ekan. Endi x o'rniga bir marta a ni qo'yaman. A ni qo'yganimizda bu 3 a kvadrat plus a teng. Xoslasi shu buni qo'yganimizda bu 3 b kvadrat plyusdan a bo'lyapti. Alar ketdi. A kvadratimiz b kvadratga teng bo'lyaptimi? Demak, amiz plus minus b ga teng ekan. Amiz b ga teng yoki amiz minusdan necha b ga teng bo'ladi ekan. To'g'rimi? Bizda bir shart berilgan, ha. Amiz b ga teng emas debdi. Demak, mana bunisini olmaymiz, buni olib ketamiz. Amiz minus b ga tengligini. Demak, funksiyaning ko'rinishi x ni kubi, ani o'rniga minus b ni qo'ysak, biz minusdan bx plyusdan b ga teng bo'ladimi? Endi f(dan) 1 nimaga teng? f(1). Bo'ldi, x o'rniga 1 qo'yib olsak, 1 minus b plus b. Natijamiz 1 ga teng bo'lar ekan. Endi b teng 2 bo'lsa, f(dan) hosila 1 ni so'raydi. Demak, f(dan) hosila x'imiz o'zi 3x kvadrat minus b ga tengmi? Ani o'rniga minus 1 qo'ysak, bizdan so'rayapti endi. Xo'p, f(dan) hosila 1 ni top deyapti. X ni joyiga 1 ni qo'yamiz va b ni joyiga 2 ni qo'yamiz. Shunda bu ham necha? 1 ga teng bo'ladi ekan. Xo'p. Endi 7-misolimiz. Kvadrat funksiya berilgan, parabola uchgan berilyapti. Parabolaning kesishgan nuqtalari berilyapti. Hamma narsa bor, to'g'rimi? Xo'p, ABC taqsim k ni hisoblang. Xning parabola uchlari koordinatlari yig'indisini so'rayapti bizdan. Bo'ldi. Demak, funksiyani topib olishimiz kerak ekan birinchi o'rinda. Ya'ni f at x funksiyamizning ko'rinishi ax kvadrat plus bx dan s bo'lsa, nuqtalarimiz berilyapti. Minus 2 da 0 dan o'tadi. Hop, 0 4 dan o'tadi. Va 1 necha 4 dan o'tadi ekan. 0 4 xato. Va k-yu 0 dan o'tadi debdi. Nega kiritib ketaylik shuni? K dan 0 dan o'tadi ekan deb. Tamam. Xo'p. Buni qo'yamiz endi. 0 teng minus 2 ni qo'yganimizda bu 4a minus 2b plus s bo'ladi. K ni qo'yganimizda 0 chiqadi. 0 teng k ning kvadrati a plyusdan b ko'paytirilgan k plyusdan s ekan. 1 ni qo'yganda 4 chiqar ekan. 4 teng 1 ni qo'yganimizda a plus b plyusdan s ekan. Mana sistem. Bizdan a plus b plus s taqsim k nimaga teng deyapti. A plus b plus s'imiz 4 ga teng ekan, buni a'sida. 4 taqsim k ni so'rayapti bizdan. K ni topib olishimiz kerak endi biz. Qani qanday topsak bo'ladi? Aka, x nol bilan y nol ham berilyapti-ku. Nima? X nolimiz nechaga teng? 1 ga teng. Y nolchi 4 ga teng. X nol topish formulasi minus b taqsim 2a mida o'shamiz 1 ga teng ekan. Demak, bimiz minus 2a ga teng ekan.
To'g'rimi? Bamiz minus 2a ga teng. Mana shu ikkalasidan bir bilan aniq topolsak bo'ladi. Ayirib olsak 4 minusdan 4 teng 3a minus 3b ga. To'g'rimi? Demak, minusdan 4 teng b o'rniga minus 2 ni qo'ysak 3a bu plyusdan 6a bo'ladimi? Demak, amiz minus 4 taqsim 9 ga teng bo'lyapti. Amiz. Endi buni topsak bo'ladi. Bamiz minus 2 ga ko'paytirsak bu 8 taqsim 9 bo'lyapti. Endi sini ham topib qo'ysak bo'ladi-da. To'g'rimi? Keyin o'rniga qo'ysak k kelib chiqadi. Yaxshi. Ketdi. Hop 0 teng. Ana o'rniga minus 4 taqsim 9 ni qo'ysak bu minus 4 teng. Mana yerga qo'yamiz. Amiz minusdan 4 taqsim 9 plus bimiz 8 taqsim 9 plyusdan s. Demak 4 teng 4 taqsim 9 plus s gami? Demak s'imiz teng ekan. Hop 36 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak 32. 32 taqsim 9 ga teng bo'lyapti s. ABC ma'lum. Endi k'ni topamiz. Ketdi 0 teng k kvadrat ko'paytirilgan a. Hop, amiz necha chiqyapti bizda? Minus 4 taqsim 9 midi? Plyusdan b ko'paytirilgan k. Bimiz 8 taqsim 9 edi. 8 taqsim 9 k. Plyusdan s'imiz 32 taqsim 9 ekan. Hammasini minus 4 taqsim 9 ga bo'lib yuborsak, bu k kvadrat minusdan 2k minusdan 8 teng 0 bo'ladimi? Buni ko'paytirishga ajratsak, k minus 4 bilan k plus 2 ga ajraladi. Demak, k'miz 4 ga teng bo'lyapti, k'miz minusdan 2 ga teng bo'lyapti. To'g'rimi? Endi k'miz minus 2 bo'lmaydi, chunki olganmiz. Demak, k'miz necha bo'lar ekan? Mana 4 bo'ladi ekan. Yoki o'zi bor-ku, buni jamdek qo'yish, k'ni hisoblash shart emas edi. ABC'larni ham topish shart emas edi. Oddiygina masofalardan topib qo'ysak bo'ladi. Mana masofamiz necha? 3 mi? Bu ham masofa 3 bo'lishi kerak. 3 bo'lish uchun necha bo'lishi kerak k'miz? Mana 4 bo'lishi kerak. ABC'ni yig'indisini topgandik biz. ABC'ni yig'indisi o'zingda tepada 4 ga teng edi. Taqsim 4. Natijamiz necha? 1 ga teng bo'lar ekan. To'g'rimi? Endi bizga g(x) teng 3 f x taqsim 5 minusdan 2 funksiyaning parabola uchlarning kalkulari yig'indisini so'rayapti bizdan. Baribir kerak ekan, namisini. Hop, f x funksiyani ko'rinishini yozib qo'yamiz endi bu yerga. F x funksiyani ko'rinishi minusdan 4 taqsim 9 minusdan 4 taqsim 9 yozaylik. F x funksiyani ko'rinishi minusdan 4 taqsim 9 x kvadrat. Hop, bimiz plyusdan 8 taqsim 9 mi? Plyusdan 8 taqsim 9 x plus s'imiz 32 taqsim 9 ekan. Bizga kerak endi g(x) funksiya 3 ko'paytirilgan f x joyiga x taqsim 5 deb qo'yamiz. X joyiga
x taqsim 5 ni qo'yamiz. Shunda x kvadrat taqsim 25 bo'ladimi? X taqsim 5 bo'ladimi? Bunaqa bo'ladi bu. Va ayrilgan necha ekan? 2 ekan. X 0 bilan y 0 yig'indisini topmaydi bizda. Qarsak chiqamiz. Boshqa yo'q. Bu minusdan 4x kvadrati taqsim 75 bo'lyapti. Xo'p, plyusdan 8x taqsim 15 bo'lyapti. Plyusdan 32 taqsim 3 ayrilgan 2 bo'lyapti. Funksiyaning ko'rinishi minus 4 taqsim 75 x kvadrat plus 8 taqsim 15 x plus 32 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak 26 taqsim 3 ga teng bo'lyaptimi? X nolimiz minus b taqsim 2 a. Minus 8'lar ketdi. 75 dan 15 ga bo'lsak 5 bo'lar ekan x nol. Y nol o'rniga qo'yaveraylik 5 ni. Minus 4 taqsim 75 ko'paytirilgan 25 plus 8 taqsim 15 ko'paytirilgan 5 qo'shilgan 26 taqsim 3. Xo'p, birinchisi minus 4 taqsim 3 plus 8 taqsim 3 plus 26 taqsim 3 ekan. 4 30 30 taqsim 3 10 ga teng ekan y nolimiz. Endi shularning nimasini so'rayapti bizdan? Yig'indisini so'rayapti b da. Demak, b da x0 qo'shilgan y0. X0'imiz 5 chiqdi, y0'imiz 10 chiqdi. Natijamiz 15 ga teng bo'ladi ekan. 1 va 15 javoblar. 8-misol. Agar deyapti f (x) funksiya berilgan bo'lsa, funksiyaga teskari funksiya bo'lsa, f dan minusdan 1 ekkani toping deydi. Bo'la olmaydigan nechta butun son bor? Demak, teskari funksiyani topib olamiz-da, birinchi o'rinda. Funksiyaning ko'rinishi demak x plyusdan 3 taqsim x minus 1. Teskari funksiyani topamiz. X y'lar joyini o'zgartiraman birinchi o'rinda. X teng deyman. Y plus 3 taqsim y minusdan 1. Y topamiz shu yerda teskari funksiya topiladi. Xo'p, suratda y minus 1 qo'shilgan 4 taqsim y minus 1 shaklida yozsak bo'ladimi? Alohida bo'lsak 1 plus 4 taqsim y minus 1 ekan. Demak, y minus 1imiz 4 taqsim x minus 1. Y topadigan bo'lsak 4 taqsim x minus 1 qo'shilgan 1 chiqadi. Demak, teskari funksiyamiz kelib chiqdi. F dan minusdan 1 x'imiz 4 taqsim x minus 1 qo'shilgan 1 ga teng ekan. Bizdan so'rayapti, nimani so'rayapti? 2 ni so'rayapti. 2 ni qo'yamiz. 4 taqsim 2 minus 1 qo'shilgan 1. Natijamiz 5 ga teng ekan javobda. Endi xo'p, ikkalasini tenglaymiz. Teskari funksiya bilan berilgan funksiyalar. X plus 3 taqsim x minus 1 teng ekan 4 taqsim x minus 1 qo'shilgan 1 ga. Bu tarafga o'tkazadigan bo'lsak buni x minus 1 taqsim x minus 1imiz teng bo'lyapti nechiga? 1 ga. Faqatgina shundaymi? 1 ga teng bo'lib x ko'p bo'ladimi? Faqatgina qachon yechim bo'lmaydi? Qachonki x'imiz 1 ga teng bo'lganda yechim bo'lmaydi. Demak, bitta butun qiymat bu 1 ekan, boshqasi yo'q. Qaysi bo'lib shunda? 1 degan. 5 va 1. Xo'p. Endi 9-savol. Bu ham 4-savolga o'xshaydi. F (x) funksiyaning grafikiga x0 teng 1
nuqtada o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyentini so'rayapti. Demak, bu yerda f(x) funksiyani topib olishimiz kerak ekan. f(x) funksiyani topamiz endi. Xo'p. f(x) plyusdan 4 ta f(1 taqsim x)imiz 1 taqsim x ga teng. X joyiga 1 taqsim x qo'yaman. f(1 taqsim x) plus 4 f(x) bo'ladimi? Teng ekan nimaga? X ga. Sistema qilaman, 4 ga ko'paytiraveraman buni. Pastda tenglik 4 ga ko'paytirsak 4 f(1 taqsim x) plus 16 f(x) teng ekan 4x ga. Bu ikkalasini ayirib olamiz. Pastdan tepani ayiradigan bo'lsak, 16 dan 1 dan ayirsak 15. 5 f(x) teng 4x minus 1 taqsim x ga teng bo'lyaptimi? Demak, f(x) funksiyaning ko'rinishi 4 taqsim 15x minus 1 taqsim 15x ga teng bo'lyapti ekan. Yaxshi. Endi biz f(1 taqsim 2 ni topamiz. X joyiga 1 taqsim 2 ni qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, 2 taqsim 15 minus x joyiga 1 taqsim 2 taqsim 15. 0 chiqyaptimi? To'g'rimi? Nol ekan. Menimcha xato ketmadi. Endi f(x) funksiya grafikiga x0 teng 1 nuqtada o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyentini so'raydi. Demak, f(k)ni so'rayapti, ya'ni f(dan hosila x0 nimaga teng deydi? Hosila olamiz. Va hosila olib nechini qo'yishimiz kerak biz? 1 ni qo'yishimiz kerak. 4 taqsim 15 bo'ladi. Bu 1 taqsim x hosilasi minus 1 taqsim x kvadratmi? Plus 1 taqsim 15x ning kvadrati ekan. Demak, k teng f(dan hosila 1, x joyiga 1 ni qo'yib yuborsak, 5 taqsim 15 bo'lyapti. Natijamiz 1 taqsim 3 ga teng ekan. Xo'p, b-da yechim 1 taqsim 3 chiqdi. a-da yechim 0 chiqdi. O'ninchi savol davom ettiramiz. Hop, f(2) ni toping debdi. Hop, f(2) ni topish uchun birinchi navbatda x joyiga 2 ni qo'yaveraylik. X joyiga 2 ni qo'yganimizda f(2) plus 1 taqsim 5 f(1 taqsim 2 teng 3 ga teng bo'ladimi? Endi x joyiga 1 taqsim 2 ni qo'yib yuboramiz. X joyiga 1 taqsim 2 ni qo'yib yuborganimizda f(1 taqsim 2 plus 1 taqsim 2 ni qo'yadigan bo'lsak, minus 1 taqsim 2 taqsim 2 bo'lyaptimi? f(2) bo'ladi bu. Teng nechiga? Minusdan 6 ga teng. Bu ikkalasini sistema qilamanda f(2) ni topishimiz uchun biz f(1 taqsim 2 ni yo'qotishimiz kerak. Mana bu narsa 5 ga ko'paytirib yuboraman. 5 ga ko'paytirib yozadigan bo'lsak, 5 f(2) plus f(1 taqsim 2 teng ekan 15 ga. Pastdagisidan f(1 taqsim 2 minus 1 taqsim 4 f(2) miz teng ekan minus 6 ga. Endi o'sha ikkalasini sistema qilib ayiramiz. Ayirganimizda 5 f(2) dan yozaylik. 5 f(2) dan ayiramiz minus 1 taqsim 4 f(2). Shu teng bo'lar ekan 21 gami. Uy mahraj berib yuborsak, bu 21 taqsim 4 f(2) miz 21 ga teng bo'lyapti. Bu yerdan f(2) ni topadigan bo'lsak, 4 ga teng bo'ladi ekan qisqartib. Demak, a yechim chiqdi. Yechimimiz 4 ekan. Endi f(x) teng 0 tenglamaning ildizlari yig'indisini topishimiz kerak ekan. Xo'p, buning uchun biz f(x) funksiyani topib olishimiz kerak-da. f(x) funksiyani qanday topamiz?
f at x funksiyani qanday topamiz? Ketdi. f at x funksiyaning o'zi berilishini yozib qo'yaylik. f at x plyusdan x minus 1 taqsim 2x plyusdan 1 ko'paytirilgan f at 1 taqsim x'imiz teng ekan 3 taqsim x minus 1 gami. Endi biz x ni joyiga 1 taqsim x ni qo'yamiz. Taqsim x ni qo'yganimizda f at 1 taqsim x plus bu 1 taqsim x ni qo'yib x joyiga soddalashtirib olsak bu 1 minus x taqsim 2 plus x paydo bo'ladimi? To'g'rimi? Ko'paytirilgan f at x paydo bo'lyapti. Shu teng ekan 3x taqsim 1 minus x ga x joyiga 1 taqsim x ni qo'yamiz. Endi biz f at 1 taqsim x ni yo'qotishimiz kerak. F at 1 taqsim x ni yo'qotishimiz uchun xo'p, mana bu tenglamaga, mana shu tenglamaga x minus 1 taqsim 2x plus 1 ni ko'paytirib yuboramiz. Tushunarli? Hammasiga. Mana yerda yozaman endi shu narsani. Formulasiga yozaylik. Ko'paytirganimizda x minus 1 taqsim 2x plyusdan 1 ko'paytirilgan f at 1 taqsim x. To'g'rimi? Plus buni ko'paytiradigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi hozir? Yozaylik. X minus 1 taqsim 2x plus 1 ko'paytirilgan 1 minus x taqsim 2 plus x ko'paytirilgan f at x teng bo'ladi. X minus 1 taqsim 2x plus 1 ko'paytirilgan 3x taqsim 1 minus x. Va tepadagi funksiyani yozib f at x teng, ya'ni f at x plus x minus 1 taqsim 2x plus 1 ko'paytirilgan f at 1 taqsim x teng bo'lyapti nechiga shu? 3 taqsim x minus 1 ga. 3 taqsim x minus 1 ga. Endi bu ikkalasini sistema qilamizda, xo'p, ayirib olamiz endi. Ketdi. Xo'p, ayirganimizda mana bularimiz nolga aylanib ketadi. Bizda qolyapti, bu ikkalasi qolyapti va f at x ni qovusdan tashqariga chiqarib yuborak-da shu yerda. F at x ni qovusdan tashqariga chiqarib yuborganimizda nima qoladi bizda? X minus 1 taqsim 2x plus 1 ko'paytirilgan 1 minus x taqsim 2 plus x ayrilgan 1 teng, bu tarafda beramiz. Bu tarafdan men umumiy ko'paytuvchi 3 taqsim 1 minus x ni qovusdan tashqariga chiqarib yuborsak, bizda x kvadrati ayrilgan x taqsim 2x plus 1 ayrilgan 1 qoladimi? To'g'rimi? Endi aytyapti, shartga qaraymiz. Xo'p, f at x teng 0 tenglamaningizlar. F at x buni olganda f at x ni 0 ga tenglab ishlaydigan bo'lsak, biz shunda 3 taqsim 1 minus x qavsichida, ya'ni mana bu narsani 0 ga tenglab qo'ysak bo'ldimi? Yechimimiz kelib chiqadi demoqchiman-da. Bu mahraj berib yuborsak bunga x kvadrat minus 3x ayrilgan 1 taqsim 2x plyusdan 1 teng ekan 0 ga. Surat 0 ga tenglaymiz, mahraj 0 ga teng emas deb ishlaymiz. Surat 0 ga tenglab ishlaydigan bo'lsak, x kvadrat minus 3x minusdan 1imiz 0 ga teng bo'lyaptimi? Mahrajimiz 0 bo'lmasi kerak. Endi qo'yadigan bo'lsak, yechim bo'lmaydi baribir. Buni mahrajdagilar bulardiki, yechimlari ikkita ekan, ularning yig'indisini so'rayapti. Demak, yig'indisi 3 ga teng bo'ladi ekan. 3. Xo'p, 11-misol f at 2 va f at kvadrat 3 ni toping debdi. Bunda ham xuddi shunday bir xil savollar. F at 2 x o'rniga 2 ni qo'yamiz. 3 f at 2 x o'rniga nechini qo'yapmiz? 2 ni. Plus f at 1 taqsim 2 teng x o'rniga 2 ni qo'yganimizda
10 taqsim 3 bo'ladimi? Endi x o'rniga 1 taqsim 2 ni qo'yamiz. 1 taqsim 2 ni qo'yganimizda bu 3 taqsim 2 f(at) 1 taqsim 2 plus f(at) 2 teng x o'rniga 1 taqsim 2 ni qo'yganimizda 4 taqsim 1 taqsim 2 ga 1 ni qo'ysak 3 taqsim 2 bo'ladimi? Yaxshi. Xo'p, bu 8 taqsim 3 ga teng ekan. Endi bizga f(at) 2 ni topish uchun mana bu ifodaga 3 taqsim 2 ni ko'paytirib yuboraylik-da. 3 taqsim 2 ni ko'paytirib bu yerga yozaman. 9 taqsim 2 f(at) 2 plus 3 taqsim 2 f(at) 1 taqsim 2 teng ekan 5 ga. Pastagisini yozamiz. 3 taqsim 2 f(at) 1 taqsim 2 plusdan f(at) 2 shu teng ekan 8 taqsim 3 ga. Sistema va sistemani nima qilamiz? Ayiramiz. Sistemani ayiradigan bo'lsak, xo'p, mana bular nolga aylanib ketadi. Buni ayiradigan bo'lsak, 7 taqsim 2 f(at) 2 teng 5 dan 8 taqsim 3 ni ayiradigan bo'lsak, bu 7 taqsim 3 qoladimi? To'g'rimi? Demak, f(at) 2 ning o'zi 2 taqsim 3 ga teng bo'ladi ekan. Demak, 2 taqsim necha? 3 ekan. Endi f(at) kvadrat 3 ni so'rayapti. Endi x o'rniga 3 bilan 1 taqsim 3 ni qo'yamiz. Xo'p, bunaga davom ettiramiz endi. X o'rniga 3 burasini ishlaymiz. X o'rniga 3 ni qo'ysak 4 f(at) 3 plus f(at) 1 taqsim 3imiz teng 3 ni qo'yganimizda 14 taqsim 4 bo'lyaptimi? Endi x o'rniga 1 taqsim 3 ni qo'yib hisoblaymiz. 1 taqsim 3 ni qo'yganimizda 4 taqsim 3 f(at) 1 taqsim 3 plus f(at) 3 teng ekan 1 taqsim 3 ni qo'ysak surat 10 mahrajchi 1 taqsim 3 ni qo'yadigan bo'lsak 4. To'g'ri topdik-a? 6 10 bo'ladi. 2 bir qo'ysak 4 bo'ladi. To'g'ri. Yaxshi, endi ikkala sistemani ishlaymiz. f(at) 3 ni topish uchun mana bunga qo'yaylik. Mana shunga ko'paytiramiz. Nechini? 4 taqsim 3 ni ko'paytiraman. Ketdi. 4 taqsim 3 ni ko'paytirganimizda 16 taqsim 3 f(at) 3 plus 4 taqsim 3 f(at) 1 taqsim 3 teng bo'lyapti 14 taqsim 3 kam. Xo'p, pastdagisi endi 4 taqsim 3 f(at) 1 taqsim 3 plus f(at) 3 teng ekan 5 taqsim 2 ga. Sistemani ayiramiz. Ayiradigan bo'lsak, bu 13 taqsim 3 f(at) 3 bo'ladi. To'g'rimi ayirganimizda? Teng. Xo'p, ikkalasiga umumiy mahraj 6 ekan. Bunga 2 tadan bo'lsa 28, bunga 3 tadan bo'lsa 15. Ayiradigan bo'lsak 13 taqsim 6. Bu yerdan f(at) 3 ni topadigan bo'lsak, f(at) 3imiz 13 taqsim 6. 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi ekan. Mana bu bo'ldi. Demak, A ni javobi 2 taqsim 3 chiqdi. B ni javobi endi shuni kvadrati chiqadi. 1 taqsim 4 bo'ladi. Chunki f(at) kvadrat 3 deyapti-ku. 1 taqsim 4 ekan. 12-chi savol. f(at) x funksiya uchun quyidagi tenglik o'rinli bo'lsa f(at) 1 ni so'rayapti. Aslida B-sida esa f(at) x teng 1 bo'lsa, ushbu ifodani qiymatini topishimiz kerak ekan. Bu holatda nima qilamiz? Bu holatda birinchi x o'rnidan 1 ni qo'yib yuboramiz. X o'rnidan 1 ni qo'yib yuborsak, xo'p, shunda 2 f(at) 1 plus 3 f(at) minus 1 qo'shilgan f(at) 1 teng 1 ga teng bo'ladimi? Bu yerdan quyidagicha tenglik hosil bo'ladi. 3 f(at) 1 plus 3 f(at) minus 1imiz 1 ga teng ekan.
Tushundik-a? Endi bizga efat 1 topish uchun efat -1 yo'qotish kerak. -1 yo'qotishimiz uchun biz endi x joyiga -1 ni qo'yib olamiz. X joyiga -1 ni qo'yib olsak, 2 efat -1 qo'shilgan 3 efat -1 plyusdan efat -1imiz teng ekan nechiga? -1 gami? Bu yerdan 6 ta efat -1imiz -1 ga teng bo'lyaptimi? Demak, efat -1imiz -1 taqsim 6 ga teng ekan. Endi buni o'rniga qo'yamizda, mana buni o'rniga. -1 taqsim 6. Efat 1 ni topib qo'yamiz. Ishtiqosdan tashqariga chiqarsak, bu efat 1 minusdan 1 taqsim 6 teng 1 bo'ladimi? Efat 1 ni topishimiz uchun endi biz 1 taqsim 3 ga 1 taqsim 6 ni qo'shishimiz kerak ekan. To'g'rimi? Uy mahraj 2 bersak, natijamiz 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi ekan. Javob A'dagi savolimizda javob 1 taqsim 2 ekan. Endi efat x teng 1 bo'lsa, efat x funksiyani topib olishimiz kerak. Efat x funksiyani topish uchun berilgan funksiyani yozib qo'yaylik. 2 efat x plus 3 efat -1 qo'shilgan efat 1 taqsim x imiz x ga teng bo'lsa, shu yerdan biz efat x funksiyani topib olishimiz kerak. Buning uchun x joyiga 1 taqsim x qo'yamiz. Shunda 2 efat 1 taqsim x qo'shilgan 3 efat -1 to'g'rimi? Qo'shilgan efat x teng bo'lyapti 1 taqsim x kam. To'g'rimi? Biz efat 1 taqsim x ni yo'qotishimiz uchun mana bu tepadagi ifodani 2 ga ko'paytirib olamiz. 2 ga ko'paytirsak 4 efat x qo'shilgan 6 efat -1 qo'shilgan 2 efat 1 taqsim x teng 2x bo'ladimi? Bu 2 efat 1 taqsim x qo'shilgan 3 efat -1 plus efat x teng bo'lyapti 1 taqsim x ga. Sistema qilamiz va sistemani ayirib olamiz. Ayirib olsak, bizda efat x lar qoladi faqat. 4 dan 1 da ayirsak, 3 ta efat x qolyapti. Efat 1 taqsim x lar 0 ga aylanib ketadi. 6 dan 3 ta ayiradigan bo'lsak, 3 ta efat -1 qolyapti. Shu teng ekan 2x ayrilgan 1 taqsim x ga. Bizda efat -1 da javobi ne chiqqani -1 taqsim 6 midi? -1 taqsim 6 ni qo'yamiz mana bu yerga. 3 efat x -1 taqsim 2 bo'ladi. Teng 2x -1 taqsim x kam. Demak, efat x teng ekan 2 taqsim 3x minus 1 taqsim 3x plus 1 taqsim 6 gami. To'g'rimi? Endi biz mana shu efat x ni nechiga tenglashimiz kerak? Biz 1 ga tenglashimiz kerak. Efat x funksiyamiz chiqdi. Efat x teng 1 ga tenglaymiz. 2 taqsim 3x minus 1 taqsim 3x plus 1 taqsim 6 teng ekan 1 ga. Uy mahraj berib yuborsak, uy mahrajimiz 6x ekan. Bunga 2x ni bersak, 4x kvadrati minus bunga 2 ni beramiz, 2 plus bunga x ning o'zi, bunga esa 6x. To'g'rimi? Shunda tenglamaning ko'rinishi 4x kvadrati minus 5x minus 2 teng 0 shakliga keldimi? Xo'p. Endi mana shu tenglamaning ildizlari x1 x2 bo'lsa, bizdan mana buni so'rayapti. Ya'ni v termasi yozib qo'ydik. Birinchi ildizlarning yig'indisi 5 taqsim 4 ekan. Ildizlarning ko'paytmasi esa minusdan 1 taqsim 2 ekan deb. Bizdan 1 taqsim x1 ning kvadrati plus 1 taqsim x2 ning kvadrati nimaga teng deb. Uy mahraj berib yuborsak, bu x1 plus x2 ning qavs kvadrati taqsim minusdan
2x bir x2 bor. Taqsim o'sha x1 ko'paytirilgan x2 ning kvadrati bo'ladi ekan. Yig'indimiz 5 taqsim 4 mi? Kvadrati 25 taqsim 16. Ayrilgan ko'paytmamiz -1 taqsim 2. Demak, plyusdan 1 bo'ladi. Taqsim ko'paytmani kvadrati 1 taqsim 4. Umumiy maxraj beradigan bo'lsak, bu 41 taqsim necha 4 ga teng bo'ladi ekan javob. Demak, A ning javobi chiqdi, B ning javobi esa 41 taqsim 4 ekan. Endi 13-si yana shunaqa funksiya f(2) ni so'rayapti. X joyiga 2 ni qo'yamiz. f(2) plus 3 f(1 taqsim 2 teng 2 ga 8 ga teng bo'ladi. X joyiga 2 ni qo'ysak, endi x joyiga 1 taqsim 2 ni qo'yamiz. 1 taqsim 2 ni qo'ysak, bu f(1 taqsim 2 plus 3 f(2) teng 1 taqsim 2 ni qo'ysak, mana 2 ekan. Sistema. Xo'p, pastdagi ifodani 3 ga ko'paytirib olamiz. 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu 3 f(1 taqsim 2 plus 9 f(2) teng 6 bo'ladimi? Mana shu sistemadan ayirib olamizda f(2) ni topib olsak bo'ladi. Pastdan tepani ayiraylik. 8 f(2) teng bo'lyapti. Nechiga? Minusdan 2 gami? Demak, f(2) ning qiymati -1 taqsim 4 ga teng bo'ladi ekan. To'g'rimi? f(2) ning qiymati -1 taqsim 4. Endi f(x) funksiyani topishimiz kerak. Bu yerga yozaman. x f(x) plus 3 f(1 taqsim x)imiz teng ekan 4x ga. Endi x joyiga 1 taqsim x qo'yib, f(1 taqsim x qo'shilgan 3 f(x) teng 4 taqsim x funksiyani hosil qilsak bo'ladimi? Xo'p, pastdagi tenglikni 3 ga ko'paytiramiz. 3 ga ko'paytirib yozadigan bo'lsak, ayirib oladigan bo'lsak, f(1 taqsim x lar 0 ga aylanib ketadi-da, faqat f(x) qoladi bizda. Shuning uchun 3 ga ko'paytirsak, bu 3 f(1 taqsim x plus 9 f(x) teng ekan 12 taqsim x ga. Tepadagi ifodani yozaman. f(x) qo'shilgan 3 f(1 taqsim x shu teng ekan 4x gami? Mana sistema qilamiz. Va ayirib olamiz sistemani. Sistemani ayirib oladigan bo'lsak, xo'p, 8 ta f(x)imiz qolyapti. 12 taqsim x ayrilgan 4x gami? Uje f(x) funksiyamiz chiqdi mana. f(x) funksiyamiz 3 taqsim 2x minus x taqsim 2 chiqar ekan. Bizdan so'rayapti, 0 ga tenglab x ning nechta qiymati borligini aniqlang debdi. Demak, mana shu tenglamani 0 ga tenglab ishlaymiz. 3 taqsim 2x minus x taqsim 2 teng 0 ga. Demak, 2x kvadrati 6 ga teng ekan, x kvadratimiz 3 ekan. X'imiz bu yerdan plus minus o'zida 3 chiqadi. Nechta bizda ekan? 2 ta yechimga ega bo'ladi ekan. Xo'p, A ni javobida -1 taqsim 4 chiqadi. B ni javobiga 2 ta degan yechim chiqadi ekan. Xo'p, 14-misol. Rasmda berilgan grafiklardan f(x) va g(x) funksiyalari grafiklari berilyapti. Ox o'qini m0 va 5.0 nuqtalarda kesib o'tgan. Parabola uchlari 2 minus 4,5 bo'lsa, f(x) bilan g(x) kesishishi 0n va m0 ekan. Kesishadigan bo'lsa, f(2) ni so'rayapti, xullas nisbatlarni so'rayapti ekan. Bularda biz birinchi navbatda m ni topib olsak bo'ladi 100%. X nolimiz nechiga teng? X nolimiz 2 ga tengmi? Mana yerimiz 2 bo'ladigan bo'lsa, mana masofasi nechi? 5 bo'ladimi?
Bu tarafim 5 bo'lishi kerak. Chunki simmetriya o'qi 2 da, tushunarli? 5 bo'lishi uchun mimiz nechaga teng bo'lishi kerak ekan? -3 ga. Mning qiymati chiqdi o'sha yerda. Minusdan necha? 3 yozib qo'yamiz bunga. Mimiz minusdan 3 ga tengligini topdik. Xo'p. Endi biz bu yerdan funksiyaning ko'rinishini topib olsak bo'ladi. Funksiyaning ko'rinishini biz f at x teng a qavs ichida x minus x0 kvadrati plyusdan y0 shaklida yozsak bo'ladimi? Mana shu shaklda. Xo'p, a qavs ichida amiz musbatda bunday esa topsak bo'lamiz. Bu yerda a ni topishim sanalar ekan. Naqsa bo'ladi. F at x teng a qavsida x minus x1 x minus x2. To'g'rimi? Mana butun sonlar emas. Xo'p, nuqtani tanlaylik bitta oddiygina minus x'imiz 2 bo'lganda y'imiz necha chiqish kerak ekan? Minusdan 4,5 chiqish kerak ekan. Tamam, a'ni topsak bo'ladi shu yerda. Minus 4,5 teng a qavsida x o'rniga 2 ni qo'yamiz. 2 dan ayiramiz minus 3 ni. 5. 2 dan ayiramiz 5 ni. Minusdan 3. Demak, a ning qiymati minus 4,5 taqsim 15 bo'lyapti. Minusdan. Natijamiz 0,3 ga teng bo'ladi ekan amiz. Xo'p, demak, funksiyamiz quyidagicha bo'lyapti. 0,3 qavsida x ayrilgan x1imiz 5, x2imiz minus 3 plus 3 bo'ladimi? Endi buni qavsini ochadigan bo'lsak, f at x'imiz teng 0,5 qavsida x kvadrat ayrilgan 2x ayrilgan 15 bo'ladimi? Qavsni ochib oladigan bo'lsak, f at x'imiz teng bo'lyapti 0,5 x kvadrati ayrilgan x minusdan 7,5 ga teng bo'lyaptimi? Demak, mana shu yerdan abislar topib olsak bo'ladi bemalol. Abis mana 0,5 ekan. B-chi minus 1 ekan. C-chi minusdan 7,5 ekan. Yaxshi, abislar chiqdi. Endi ikkinchi tenglamasidagi j at x dagi k bilan l lar topamiz endi. J at x funksiyamiz k ildiz ostida x plyusdan nima? L mi? To'g'rimi? Uje L ham chiqdi. Elimiz qachon 0 ga teng bo'ladi? J at x funksiyamiz. Qachonki L ga m ni qo'yganimizdami? Yani x imizda minus 3 qo'yganda 0 chiqishi uchun elimiz necha bo'lishi kerak? 3 bo'lishi kerak-da. Ama 3 birlik, ya'ni grafimiz chapasiga chiqdi-ku. Demak, elimiz necha ekan? 3 ekan. Endi k ni topamiz. Xo'p, k ni topish muammo emas. Oddiygina j at x funksiyani ko'rinishini yozib qo'ydik. K ildiz x plus 3 bo'ldi. Endi mana bu funksiyalarimiz qaysi nuqtalarda? 0 n va mu 0 nuqtalarda kesishyaptimi? 0 n va mu 0. Demak, n ni topib olsak bo'lar ekan. N'imiz bizda s ga teng. S nech minusdan 7,5 ga tengmi? Yaxshi. Bu degani, xo'p, mana bu yerdagi x o'rniga 0 qo'ysak, funksiyamiz minusdan 7,5 chiqish kerak ekan. Ketib topamiz. Minusdan 7,5. To'g'rimi? Teng. Xo'p, k ko'paytirilgan 0 qo'yganimizda ildiz osti 3 bo'ladimi? Demak, k ning qiymati minusdan 15 taqsim 2 ku. 15 taqsim 2 ildiz osti 3 ga teng bo'lyapti. Irratsionaldan qutqarib oladigan bo'lsak, minusdan 5 ildiz osti 3 taqsim 6 ga teng bo'ladi ekan. Qamiz.
Burada sal xatolik ketmadimi? Nerede irratsional son chiqib qoldi. 2'den minusdan 4,5. 2'ni qo'yamiz. Minus 3 qo'yganda 5 bo'ladi. Bu 5 ni qo'yganda minus 3 bo'ladi. Minus 5 ga bo'lsak minusdan amiz musbat 0,3 chiqadi. To'g'ri. 0,3 ekan-ku. Biz 0,5 deb ketibmiz mana yerda. Bölü 3. Hop, f(x) funksiyoni ko'rinishi demak 0,3x'ning kvadrati minusdan 0,6x minusdan 4,5 bo'ladimi? Demoqchi qo'yaganda. Demak, n'ning qiymati nechaga teng? Minusdan 4,5 ga teng ekan. f(x) funksiyamiz chiqdi. A'lar bizlar chiqdi emas. A 0,3 va minus 0,6 s esa minusdan 4 necha 5 chiqdimi? Xo'p, biz boshida nimani topib qo'ydik? Kani topib, mni topib qo'ydik. Mni ham yozib qo'ydik bu yerga. M'imiz minusdan necha 3 chiqdi deb. N ham chiqdi. N'ni ham yozib qo'yamiz. Minusdan 4 necha 5 ekan. Endi bitta nimani topishimiz kerak? L'ni topishimiz kerak va kani topishimiz kerak. Hop, g(x)imiz k ildiz x plus l midi? Funksiyani grafiga qaraymiz mana. Necha birlik siljiyapti pastga? Chapga. M birlik siljiyapti. M'imiz necha? Minus 3 ga tengmi? Tamom. L'imiz necha? Minusdan 3 ga teng bo'ladi ekan. Yo'q. 3 ga teng bo'ladi. L'imiz. Tushunarli? Xo'p, endi kani topamiz. Kani topish uchun mana bu nuqtalar yordam beradi. X o'rniga 0 qo'yganda n'imiz minusdan 4,5 chiqishi kerak ekan. To'g'rimi? Boshqa yo'q, bari shu chiqadi. g(x) x o'rniga 0 qo'yganda 4,5 minus 4,5 teng k ildiz 3. Demak, kamiz minusdan 9 taqsim 2 ildiz 3 bo'lyapti. Ratsionaldan qutqaradigan bo'lsak, minus 3 ildiz 3 taqsim 6 ga teng bo'lyapti ekan. Xo'p, bizdan so'rayapti ada f(-2) ni top deyapti. f(-2) miz o'rniga qo'yib yuborsak 0,3 qolishdi. -2 ni qo'yadigan bo'lsak, ko'paytiruvchi ajratiladi-ku. -2 -5 bilan -2 plyusdan 5 ga. 0,3 ko'paytirilgan -7 ko'paytirilgan 3 chiqyapti. Xo'p, natija minusdan 6,3 ga teng bo'ladi ekan. Ada. Endi b-da ketdi. O'rniga qo'yamiz. A ni o'rniga 0,3 ayrilgan b-ni o'rniga -0,6 plus 0,6 bo'ladi. Ayrilgan elimiz 3 ayrilgan s necha? Minusdan 4,5 qo'ysak plyusdan 4,5 bo'ladi. Taqsim kamiz -3 ildiz 3 taqsim 6. To'g'rimi? Uchlar qisqartirib 2 bo'ladi-da. -3 ildiz 3 taqsim necha? 2 minus m'imiz 3, n'imiz minusdan 4,5 deb qo'yaylik. Xo'p, suratni hisoblaydigan bo'lsak 1,5 2,4 suratimiz. Xo'p, mahrajimiz -3 ildiz 3 plyusdan 15.
ko'paytirilgan ikki suratda. Suratda 4,8 ekan, mahrajda 15 minus 3,3 ekan. Birinchi javob. Tushunarli? Agar qayerdadir xato ketmagan bo'lsak, mana shunaqa chiqadi. Hop, 15-savol. F x funksiya berilyapti. Quyidagilar o'rinli bo'lsa, avvalgilarni topishimiz kerak ekan. E'tibor beriladigan jihati f 3da 82 chiqishi kerak ekanda. X o'rniga 3 qo'yganda 82 chiqishi kerak. A ko'paytirilgan 3da n'inchisi qo'shilgan b teng 82. Agar n'imiz 4 bo'lsa 81 bo'ladi. Shunda A1 b ham necha? 1 deb olsak bo'ladi. Shunda f x ko'rinishi shunda bu x darajasida 4 qo'shilgan 1 bo'lib qoladi deganimi? Shundaymi? Hop, o'rnini qo'yib qani endi bu yerda o'rinli bo'lar ekanmi yo'q? X 4-inchisi plus 1 ko'paytirilgan 1 taqsim x. 1 taqsim x 4-inchisi plus 1. Shu teng ekan ikkalasining yig'indisiga. X 4-inchisi teng ekan 100%. Ko'paytmamiz 1 plus x 4-inchisi plus 1 taqsim x 4-inchisi plusdan 1 teng nechiga? 2 plus x 4-inchisi plus 1 taqsim x 4-inchisigami 100% teng. Tamam. Demak, f x funksiyasining ko'rinishi chiqdi. F x funksiyasining ko'rinishi x 4-inchisi qo'shilgan 1 ekan. Bizdan so'rayapti f 2 qo'shilgan f 1ni toping deyaptimi? f 2 ni topib olamiz. f 2 emas, 2 ni 4-inchisi qo'shilgan 1 bo'ladi, 17 bo'ladi. f 1ni topamiz. X joyiga 1 ni qo'yadigan bo'lsak, 1 4-inchisi plus 1 2 chiqar ekan. Endi ularni yig'indisi qo'shadigan bo'lsak, 19 ga teng bo'ladi ekan javob. Hop, endi bizlar f x qiymatlar sohasini so'rayapti. Bizda javobi 19. B. f x qiymatlar sohasi. f x ko'rinishi x 4-inchisi qo'shilgan 1 va bu har doim musbat qiymat qabul qiladi. Va eng kichkina qiymati 0 qo'shadigan bo'lsak 1. Demak, 1 dan nimagacha? Cheksizgacha bo'ladi ekan qiymatlar sohasi. Shu bilan milliy sertifikat 38 mi? 38-savollar yechimlarini tugatdik. Kanalimizda har kuni muxlislar bo'lmoqda, hamda ularning yechimlari ham berilib bormoqda. Telegram kanalimizga o'tib olsalaringiz bo'ladi.